2025-yilda xonadoniga arzon va sifatli hamyonbop temir darvoza o'rnatish niyatida yurgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsalaring. Mana shu o'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum. Humoyun Usta o'z kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar? Aziz yurtdoshlar, Xudo xohlasa yana navbatdagi oddiy skromniy variantda chiqqan darvozamizni joyiga chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Bu darvozamizni Andijon viloyati Marhamat tumani Yo'lamatol qishlog'iga olib kelib zakaz bo'yicha o'rnashtirib berdik. Akamiz bizni xonadon egalari shu YouTube'da kanalimizni shu 1 yildan buyog'iga kuzatishar ekan. O'zlari mana fursat bo'lib, imkoniyat bo'lib, shu 1 oy avval chaqirishganini, kelib joylarini o'lchab ketib o'zimiz tanlagan fasondagi darvozalarini chiroyli qilib olib kelib yasab ustanovkasini qilib berdik. Hurmatli yurtdoshlar, albatta videoni oxirigacha ko'rsalaring. Darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimizga kerakli, foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz va hozirgi kunda temir darvozalarning kvadrat metri nech puldan nech pulgacha yasalyapti, sizlarga tushunarli bo'ladigan to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar, ikkilik listda yasalgan ruchnoy rabota darvoza. Darvozamiz eni 3 metr, bo'yiga 4.15 razmerda bo'ldi. Bo'yi balandligini hisobiga darvozamiz 3.30 razmerda ochiladigan qismi bo'ldi. Tepasida 80 sm promoga qismi bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, har bir ko'rsatgan joyimga e'tibor bilan qarasalaring, albatta temir darvoza qo'ydirishda nimalarga e'tibor berish kerak, sal bo'lsa ham tushunmagan yurtdoshlarimiz bo'lsa, sal bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lishadi. Asosiy mana stoykalari 5 o'nlik qalin shviller bo'lgan, ikkala yoni va mana avtomobil kirib chiqadigan tag qismi o'nlik shviller bo'lgan. Endi darvoza baquvvat turishida bir katta ahamiyatga ega narsa mana shu qovurg'a profillari. Qovurg'a profil desak, juda ko'p yurtdoshlarimiz nima ekan deb tushunishmaydi. Mana shular qovurg'a profil hisoblanadi. Ichi tashi polni 1.7 lik stenali qalin qora profildan foydalanganmiz. Va mana shu uzoqdan ham ko'rinib turadi, polni chetlariga yana bir darvozamiz chiroyli bagati chiqishini hisobiga mana shu burchaklariga vibralarni qo'yib juda chiroyli holatda qilib ishlab berganmiz. Darvozamiz kraskasi mokriy asfalt svetda, har bitta dizayn jamlangan fasondagi darvozamiz havo aylanishini hisobiga setkalar qo'yilgan. Shu kvadrat metr 1,5 million 2 milliondan yasalib turgan temir darvozalarning materiali 100% ishlangan. Faqat bir qavatlik variantda bo'lganligini hisobiga darvozamiz hamyonbop va chiroyli holatda chiqqan. Mana hurmatli yurtdoshlar, bir qavatlik darvoza yuqa bo'ladi deb tasavvur qiladigan yurtdoshlarimizga mana urib ko'rsatishimiz mumkin. Mana o'zlaringiz baho berasizlar. Albatta yoqsa bittadan like bosib ketasizlar. Juda ham tiyomli holatda, mana shumka bo'lgan holatga o'xshab turadi. Darvozamiz juda chiroyli holatda chiqdi. Albatta kraskasini mokriy asfalt svetda qilib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli, sifatli kraskalardan foydalanganmiz. Yaqinroqqa olib kelsalaring, mana zamoklarini ko'rsatib o'tsak, hurmatli yurtdoshlar, Zuber zamok. Albatta mana rezinkalargacha обязательно qo'yilgan. Hozir kirib orqalarini ham bir qator urvenda o'rnamagan holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, darvozamizni mana juda ko'p darvoza bo'yicha murojaat qilyap turgan yurtdoshlarimiz orqa qismini qanday bo'ladi usta aka deb so'rashadi. Mana shu oshiq-moshiqlarga e'tibor berasizlar. Pachemlikli, uchtadan qo'yilgan, 40 lik, haqiqiy original, shu qimmat darvozalarga qo'yiladigan oshiq-moshiqlardan qo'yganmiz. Va mana bu ochib yopadigan nimasi mana baquvvat holatda qilib tashqi zamokdan qo'yib, pastlariga zakazga qarab, ikkala qanotga ham bittadan qilib qo'yib berilgan. Hurmatli yurtdoshlar, mana darvozamizni ochib yopib bir qator ko'rsatib o'tamiz. Darvozamiz juda ham chiroyli holatda ko'rinadi. Mana urvenga qo'yib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib berdik. Ana shu tepasi 80 sm qismi ochilmaydigan promoga qismi bo'ldi. Yaqinroq olib kelsalaring, mana shu katta qanotlargacha mana ko'rishlaring mumkin. Polni rezinalarini qo'yib, hurmatli yurtdoshlar,
Albatta temir bir-biriga tekkanda ortiqcha bir dovush chiqmasligini hisobiga mana ko'rishlaring mumkin. Mana umuman bir ortiqcha dovush yo'q. Chiroyli holatda darvozamizni o'rnatdik. Mana bu yog'iga ham polni rezinalar qo'yib, katta qanotga ham qo'yib darvozamizni ishlab berganmiz. Aziz yurtdoshlar, mana darvozamizni orqa holatiga, oldi holatiga qanday e'tibor bilan ishlangan bo'lsa, mana orqasini ham o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Tekis holatda, ortiqcha bir shilaglarsiz, juda ham chiroyli holatda qilib ustanovkasini qilib berganmiz. Bir qavatlik, ikki qavatlik yasalyapti turgan hozirgi kundagi temir darvozalarni orqa qismini so'raganlarga mana shu holatda chiqadi. Bir qator chiqib yana oldi qismini darvozamizni ko'rsatib yuborasizlar. Aziz yurtdoshlar, albatta sizlarga bir tushunarli bo'ladigan videorolik tayyorlashga harakat qildik. Albatta shunaqangi sifatli temir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab arzon va sifatli qilib, birinchi qo'ldan 100% aytilgan dogovordagi materiallar qo'yilgan holatda qilib, O'zbekistonda qayerdan zakaz qilinsa, chiroyli qilib olib borib, zakaz qilingan manzilga ustanovkalarini qilib beramiz. Hurmatli yurtdoshlar, videolarimiz yoqsa, bittadan like bosib, mana shu videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna-og'ayni, do'stlar, yori birodarlik guruhlariga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Bu darvozamiz dastavka ustanovkasi ichida 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan 11 million so'mga kelib o'rnadi. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.